Assalomu alaykum bolalar, qalaysizlar, tozamisilar, sog'misizlar? Omonmisizlar jigarlar, ishlar bilan charchamaygina yuribsizlarmi? Doimo sog' salomat bo'lib, kayfiyatinglar joyidami? Bo'ptimi? Hammasi zo'rmi? Xullas bolalar, bugun sizlar bilan mana shu geyimiz, ya'ni ko'rib turganinglardek balansimizni do'stlar kristal o'yinida bir ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Kristalda ajoyib strategiyamiz orqali bir balansimizni ko'tarishga harakat qilib ko'raman. Albatta bolalar, o'zingizlar videolarimizni kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqadigan bo'lsa, videolarimizga bitta like tugmasini bosib, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundanda zo'r videolarimiz hali oldinda, albatta kanalga obuna bo'lib, kanalni kuzatishda davom etinglar. Bugun bo'lmasa bolalar, biz JVSpinBet kontorasida harakat qilib ko'ramiz. Mana shu JVSpinBetda qani 3200 dan bo'lmasa boshladik bolalar. Davay, ketdi. Yana davom etamiz. 0.3 ga sent. 0.6. Yaxshi. Davom etamiz. Yaxshi, 608. Ko'taramiz bolalar. 35 mingdan endi. Mana shu 0.6 dan 0.5dan keyin 0.5 dan 0.9 gacha bo'lgan KSN tushsa, ko'tarib ko'ramiz xullas yerlar. Qani ber KSNlardan yana. Ketdi. Yaxshi. Bitta KSN bergan. Unkesin. Вообще zo'r berdi. Oy, молодец. 300 tushamiz, davom etamiz. Ketdi. 1.8. Davom etamiz. O'sha 2300 bo'ldi balans. Ko'ryapsizlarmi? Oy, 6.5 ga esen qo'yil. Davom etamiz. Barobar KSN. Yana ketdi. 3 ga esen. Saridan beradimi? Yo'q. 0.8 zo'r. Chotki beryapti lekin qo'yil. Chotki beryapti. 0.5. Ko'tarib ko'ramiz. Mana shu 0.5 KSNdan keyin 1 KSN davom etamiz. KSNlarni ayama. Yana 0.5. 90 mingdan stavka. Burası 8, 208. Bu bir şey yapmışız. Şimdi devam etamiz valla. Gitti yana. 0.5. Koyun 0.5'dan 0.9'dan juda ko'p tushyapti. 55 mingdan qilib. Davom etamiz yana. 0.9 yana davom etamiz. 55. 0.5 yani yaxshi. Yaxshi 5 ga sent zo'r berdi. 6 ga sent. 6.3. Qo'yil. Yaxshi beryapti, gap yo'q, tushamiz. 3500 dan qilib davom etamiz. Ketdi yana 0.3. 0.6. Yana 0.6 berdi. Va ko'taramiz. Farqi yo'q. 0.5. 1.2 yana. Davom etamiz yana. 8 yaxshi. Ketdi 130 mingdan. 9 yaxshi beradi. Qizilcha. Yo'q.
5 kelsin. Vashshi zo'r berdi. Qo'yib tushamiz. Oralaringizda bolalar sizlarni bonusga qiziqadiganlar bo'ladigan bo'lsa, bonus olish uchun mana shu yangi chiqqan bookmaker JVSpinbet kontorasidan jigarlar yangi akkaunt ochasiz. JVSpinbetdan bolalar yangidan to'liq ro'yxatdan o'tib olasizlar. Ro'yxatdan o'tayotgan paytda promokod degan joyga ekranlarni pastki qismida ko'rinib turgan bizani ofitsialniy promokod legend 23 degan promokodimizni yozib qoldirasizlar va hisobinglarni to'ldirasizlar va sizlar birinchi qilayotgan depozitinglar uchun 0.8 ko'tarib ko'raylik. Mana 75 mingdan ber koeffitsientlardan 0.3 0.9 yana 1 koeffitsient beryapti. Davom etamiz. Yana bir sariq beradi yaxshi. Davom etamiz. 300 mingdan stavka qilamiz. Wow, yaxshi zo'r berdi. Sariqda ham beradi albatta. Turkiya yaxshi. Tushamiz bolalar. Albatta o'tinglar bolalar. O'sha birinchi qilayotgan depozitingiz uchun $500 dan $1800 bonus. Undan tashqari haftaning har 3 kunda promovallar, promo cashbacklar, 30% gacha cashback bonuslar berib boriladi. Albatta o'sha bonuslarni olib asosiy hisobingizga o'tkazib olishingiz mumkin do'stlar. Shuning uchun Lebboy kontora mana shu JVSpinbet bo'ladimi, Linebet, DBBet, ular qaysi bookmaker bo'lishidan qat'iy nazar to'liq ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tayotgan paytda promokod degan joyga legend degan yozib, albatta bonuslarni qo'lga kiritib olishingiz mumkin. 0.8 davom etamiz. Yana 0.3 qizil beradi. 0.8 ko'taramiz. Mayli, 850 yarmidan qilib ko'ramiz. Qani koeffitsiyentlardan bir ayama qani, malades 0.8 2.3 yana davom etamiz. 0.5 850 dan stavka 0.3 yana 0.6 davom etamiz. 0.3 1 koeffitsient 0.5 509 ajoyib. Ajoyib zo'r berdi. Zo'r berdi buni qaranglar. Voy, malades. Tushamiz. Shuni davom etamiz bolalar. Yaxshi berdi lekin qo'yil. Ketdi yana. 0.6 yaxshi 0.9 ko'ramiz. Bitta o'yin yoki 8 ham beraverishdi. 0.3 yana. Yaxshi yana. Yaxshi. Bitta o'yin yoki 8 koeffitsient ham bersa zo'r bo'lardi. Turkiya koeffitsient yaxshi. 5.4,5. Yana zo'r berdi. Oy zo'r beryapti. Qo'yil, mana koeffitsiyentlarni qaranglar. Oy dahshat. Vashchi zo'r berdi. Tushib olamiz bolalar. Davom etamiz. Tomog'im og'riyapti-da. Ketdi, davom etamiz yana. 0.5 yana stavka. 5.3 koeffitsient 5.6 ketdi. 0.5 fiyoletiy beryapti. Gap yo'q. Davom etamiz. Bolalar, sizlarga kupon, stavka, одиночкаlar kimga kerak bo'lsa, Telegram kanalimizdan kupon stavkalarni 0.5
ko'tarib ko'ramiz bolalar. Mana ber koeffitsient bitta 10 mi, 8 mi bitta koeffitsient ko'raylik. Shu bilan yakunlayverardik, lekin berib yuborsa bo'ldi. Mana 2 yo'q, kam koeffitsient. Bera qo'ygan 10 yoki 8 koeffitsient. Qani, davay mujik. 1 koeffitsient. Yana 4 koeffitsient. Yaxshi, yana 13. Bora 4. Bora koeffitsient. Yana. Bitta 10 yoki 8 ham bermadi-da. Bu vashshe churruk ekan bu bitta 8 yoki 10 bersa. Shu bilan hammasi gullab ketardi. 6 koeffitsient yomon emas. 1 4 bitta 10 yoki 8. 4 koeffitsient. 6 koeffitsient ketdi. Bo'ldi bolalar. To'xtata qolay, to'g'rimi qaranglar balansda 20 million bo'lib ketdi. O'tinglar bolalar, kecha chiqqan videolar kommentariyasida Telegram kanal silkasi bor. Telegram kanalimizdan kuponlarni tekinga olasiz. Dasturlar kanalimizdan esa bolalar mana shu yangi chiqqan JV Spin Bet, 22 Bet, Fast Free, xullas Lebboy kantorani esa dasturlar kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Demak bolalar, videoni shu yerda yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa videomizga bitta like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda esa ko'rishguncha xayr. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech qachon azartga berilib yurmanglar. Hammaga omad, sog', omon bo'linglar do'stlar.